Zebur 47. Munajjat. Ey barcha xalqlar, kelib chavaqla, Xudoga atab yangitinglar, alqishla. Chunki büyük Perverdigar hayvatlikdir. U jahonga hukmdor, ulug' podshohdir. Bosh egdirib badi u bizga dushmanimizni oyig'imiz ostiga yiqildirdi yot xalqlarni. Nesiva qilib bizga tanlab badi bu yani, o'zi söygen Yaqubning faxri bo'lgan zeminni. Hüküm sürmek bulup Xudo taxtga chiqdi chiqqan ara, chiqdi Perverdigar burg'a sadasida o'z o'rniga. Kuylanglar Perverdigarni yangritib nag'm nava, kuylanglar podshohimizni yangritib soz bilan naqsha. Chunki butkul jahonga podshohdir Perverdigar, munajjatla etib uni kuylanglar. Hüküm sürmekte Xudo barcha xalq ustida, o'ltirib u o'zining muqaddas taxtida. Yig'ilib jahondagi Allahning hukmdorlari qo'shiludi İbrahim itiqod qilgan Xudoning xalqiga. Barhaq Xudoga tabadur butkul jahonning podsholari, eng oliy hukmrondir Perverdigar, jahon ahli ulug'lar uni.